Italiyaning shimolida joylashgan Lucca shahrida 1858-yil 22-dekabr ziyolilar xonadonida Giacomo ismli 5-farzand dunyoga keladi. Yillar o'tadi. Kichik Giacomo juda qo'rqmas va sho'xbola bo'lib yetishadi. U hovlida yugurib yurishni, qo'shnilarning mushugini qo'rqitishni-yu, opa-singillari va akalarining jig'iga tegishni juda yoqtirar edi. Giacomoni otasi cherkovdan diqqat bilan eshitayotgan organ tovushini tinglayotganini sezib qoladi. O'g'liga organ chalishni o'rgatishni ahd qiladi. Lekin uddasidan chiqa olmaydi. U mana shu yerda hiyla ishlatadi. Klavishalarga tangalar qo'yib chiqadi va o'z o'g'liga tangalarni olishni taklif qiladi. U Giacomo uchun juda ham qiziq bo'ladi, chunki tangalarni ishlatish uning ixtiyorida bo'ladi. Mana shu uslubdan so'ng Giacomoni barmoqchalari klavishalarda tezgina harakat qiladi. Biroq bir necha yildan so'ng u otasidan ayriladi. Ushbu judolik oilada moliyaviy qiyinchiliklarning tug'ilishiga olib keladi. Bu inqirozdan biroz bo'lsa-da qutulish maqsadida Giacomoning onasi o'g'lini ijrochilik yo'li orqali pul topishga undaydi. Bir kuni Pizuda Verdining Aida operasini sahnalashtirayotganini eshitib, borishga ahd qiladi, lekin cho'ntagida tiyin ham bo'lmaydi. U o'rtoqlari bilan yayov 20 kilometr uzoqlikdagi Pizu shahriga boradi va kechasi qaytib keladi. Mana shu Aida operasidan ruhlanib, u o'ziga ahd qiladi opera bastakor bo'lishini. Bilimga, san'atga bo'lgan mehr moliyaviy muammolardan ustun keladi. Yosh bastakorning onasi mahalliy homiylardan bir muncha qarz so'raydi va o'g'lini Milan konservatoriyasiga o'qishga kiritadi. Giacomo sekin-asta el og'ziga tusha boshladi. 1884-yil 31-may kuni u o'zining ilk mualliflik ishi Velisilar nomli operasini san'at ixlosmandlariga taqdim etib, qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatdan sarmast bo'lgan yosh bastakor onasiga telegramma yuboradi. Mehribonim onajon, ilm olishim yo'lida qilgan sa'y harakatingiz o'z mevasini bera boshlayapti. Ilk operam barchaga manzur bo'ldi. Meni sahnaga olqishlash uchun naqd 18 marta chaqirishdi-ya. Duolaringizga chanqoq o'g'lingiz Giacomo deb bitilgan edi tezkor maktubda. Yillar o'tib, u ko'plab operalarni yaratishga muvaffaq bo'ladi. Gianni Spicchi operasi shular jumlasidandir. Ayni damda shu asardan o'rin olgan Lauretsiya ariyasini Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universiteti musiqiy ta'lim fakultetining 1-kurs talabasi Qoriyeva Dilfuza mohirona ijro etmoqda. Mashhur bastakor, buyuk qobiliyat egasi Giuseppe Verdi Giacomo Puccini iste'dodidan hayratlangan holda shunday deydi: U mening davomchim. Puccini Italiya musiqa san'atiga muhr qo'yuvchi shaxs. Bastakor tabiat insoniyat qalbining tilmochiga o'xshaydi go'yo. Oddiy odamlar ilg'ay olmagan to'yonlarni, o'simlik, nabobot dunyosining sirli ohanglarini aynan u sezib bizga mohirona tarzda yetkaza oladigandek. Shuning uchun bo'lsa kerak, haqiqiy musiqa qay bir millatga, yurtga mansub bo'lmasin, yer sharining istalgan burchagidan o'z muxlisiga, tinglovchisiga ega bo'ladi.